Hayotingizdagi eng noqulay vaziyat. Noqulay va hech qachon esimdan chiqmagan vaziyatlardan biri 9 yo 10 sinf bo'lganman. Mani o'sha qishda paqildoq portlatganim uchun Milliy gvardiya mashinasiga o'tkazib, отделениyaga olib ketgan. O'sha kuni men bilan zizda bo'lib ketganman maktabda, chunki birinchi smena o'qishdan ketadigan, ikkinchi smena o'qishga keladigan payt edi. Hamma tashqarida, maktabda atrofida edi. Lekin qanaqa men u paqildoq portlatganman, zajgalka ishlamagan payt bo'lgan. Bir payt ishlab ketganda, случайно. Lekin majbur o'tganman. Milliy gvardiya kelgan bo'lgan. Tagiga o'tganman bilan. Keyin to'xtagandan keyin tushgan. Kim qildi buni? Hamma jim. Bitta qiz turdi. Ana ko'k kurtkadagi qiz qildi dedi. Shunaqa keyin alamim olmoqchi bo'ldim. U qizdan keyin xudoga solib qo'ydim. Keyin siz biz bilan ketishga to'g'ri keladi deyishdi. Mashinaga o'tkazishdi. Keyin meni отделениyaga olib borib, sumkalarimni, kiyimlarimni hamma joyimni tekshirishdi. Topib olishmadi, chunki menda bitta dona edi. Keyin adresi nomerlarini bering deyishdi, adam nomerlarini berdim. Sizni Rayhon degan qizingiz bormi? Ha. Biz ichki ishlardanmiz. Qizingiz jamoat joyida pirotexnika vositasidan foydalangan. Iltimos отделениyaga keling deyishdi. Dadam ham keldilar, oyim ham kelganlar, короче, biz maktab kelgan отделениyaning atrofida, chunki отделение maktabimiz oldida edi. Hamma kutib turibdi, qani nima bo'lar ekan deb. O'sha kuni biz musobaqaga ketishimiz kerak edi. Keyin direktor keldi. Bu qizimiz sportsmenka, javob bering, tudashida. Keyin qanaqa protokollarsiz, hech narsa qilasiz, asta qo'yib yuborishgan. Hech qachon esimdan chiqmaydi bu voqealar.